Mangul deb to'g'layman degan naqshimi yo bu emasmi? Anglag'anmi? Sevimli qarindoshlar, biz bugun Abdumur Ayliq Xalq 3. doktorxonasi alayida qo'llagan bir piyola choy suhbatimizni boshlaymiz. Amangul nomli ishtiyoqi bor bir yigit bilan va uning ijodiyatchisini choyimizga taklif qildik. Bu yigit Murodil Abdusalom o'zi musiqa ijodiyatiga feyzi bor. Hem akkordimi feyzi bor yigit. Bu sharpidan ayrılmaydigan, meni asosan ba'zi chog'larda sharp taqashga undaydigan yigit bu. O'zi bu qitimqi suhbatimizda shu mendan qasilla shu G'uji asosi qahramon, shunga G'ujini ayrim tunishtirmaymiz. Qaysi Amangul to'g'ri so'zlashimiz sen bilan? Amangul bir bilan mundishamdiq, Amangul ikki bilanmi? Amangul ikki bilan. Amangul ikki bilan. Amangul deb to'g'layman degan naqshimi yo bu emasmi? Emas. Emasmi? Emas deb ketdim, yuzirdim buni. Nechini aytmoqchi Amanguldan? O'zing talab qilgan o'shamda oxirgisi. Oxirgisi emas-da. Oxirgisi. Mertem 3 mertem debdiki. Mana ikkinchisi bo'lsa Amanguldan yana bir aytib etib, uni G'ujulashkimiz yezib birlar sana. Andin to'xtasi. Ammo Amangul ikki bu qitim xil yaxshi chiqdi. Musiqasi xalq tekstini sen yozgan. Qanday bo'lib bu shunday yezib qolding sen? Shu anglag'uchilarga ma'lum Murodil birinchilab tarqatgan naqsh shu Amangul deb bir xalq naqshi bor. Ishqadamna tushda o'ynayman deydigan. Nurg'un xalq mushu Amangul degan naqshi bilan tunigan bu Murodilni. Buning bilan Murodilga bir usulliq naqsh qildigan bo'lib biz paranglashib tekstni yozdim boshda. Tekstni u yüz bakıp bu yüz bakıp bo'lmay to'xtag'ini mush Amangul degan tema sana bek tushgan, ham shu naqshang bek yaxshi tarqalgan. Amangul ikkida bizni qilib boqmaylimi deb men tekstni yozib qildim. Qilsam endi o'zi bir ahangni. Men o'zim ijodiy ahang ishlagichi bir xalq ahangni bizni menga yo'lladi. Qarsak shu toza tushdi shuning bilan Amangul ikki deb shu chiroyli xalq ahangiga oddig'ini tekstimizni sepaqtiq. O'zing akkordlashtirding. Akkordlashtirish xizmatini o'zim qildim. Amanguldan boshqa naqshlarni ko'pincha bu boshqa odamga berib yutadi. Ammo bu Amangulni o'zi saqlab turibdi. Bu ishingmi xili bo'pti sening. Rizmangul, Arzugul degan naqshlar bo'lsa aytmaysiz. Cho'qim Amangul ismli birisi bilan to'y qilsakchi. 10 pesharan bo'lib qolsa. Bu Amangul degan naqsha o'zingmi ishtiyoqi bor bu yigitning. Amangul degan mavhum bir qiz bola cho'qim sana tikilishi mumkin. Yoki ismi o'xshamasimi, qo'ypayli o'qisi mayli deymizda. Biz shunga Abdumur Ayliq Xalq 3. doktorxonasi shu barliq xonim qizlar uchun sog'lomlik tilaydi. Amangul ismli qizchaqlarmi aman bo'lsin. Amangulum amangul. G'ijroq emas, qishqa bilan otushning orlig'i jiroq emas. Sen yorimdan boshqaga ko'ygunim turoq emas. Sen yorimdan boshqaga ko'ygunim turoq emas. Amangulum amangul, xulqlari o'tdan gol, xulqlari o'tdan gol. Devilip ko'nglimni bu jinimni og'am
yayrab ketmem da ne yaqinda bir kulsam ko'nglim yayrab ketmem da alsam sazni qo'limga tilim sayrab ketmem da alsam sazni qo'limga tilim sayrab ketmem da aman gulum aman gul qo'llari o'tdan gul qilaqlari o'tdan gul devilib ko'nglimni bu jinimni og'am gul devilib ko'nglimni bu jinimni og'am gul Amma gul deb to'lisam Ünüm sana yetemem Amma gul deb to'lisam Ünüm sana yetemem Visalınga yetgüce Cinim bana yetemem Visalınga yetgüce Ömrüm bana yetemem Aman gulum aman gul Qulukları ottan gul Qılıqları ottan gul Devilip könglemni Bu jinimni ağam gul Devilip könglemni Bu jinimni ağam gul Bu jinimni ağam gul Salam, muhtaram ustozlar. Hammalarga Murodlar salamdan o'tliq salam. Murodjon, rahmat. Xalq naqshlariga moyil qilib, bu naqshni men anglag'anmi, anglamaganmi? Anglag'an, Anlamaganda ijodiyat. Atishninki mushu xalq naqshlari ichiga qo'shilib ketadiganға aran turayotgan naqsh kelganmi? Bilan rahmat qildim. Hamda yanılam biz mushu Ablat muallimning mushu ijobiy paranglarni anlataylik. Bu ilimdan bu naqsga kelganda yana bir yuqori kayfiyat bo'ldi. Tekstlarmi bak realni turmushlik ekan. She'riy badiiy tuslari bor, lekin turmushga yaqin. Har qanday kishi anglasala nima demoqchi bo'layotgan ma'nosi aniq. Ondan a'ning ishlanishi Abdullah akam degandek, shunday atish xalq naqshlarining pirig'ini o'rnak qilib turib ishlangan bir ijodiy naqsh ekan. Bu shunday esil naqshlaringlar uzilib qolmag'ay inaldim. Aslidan natijolandik. Rahmat.